Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yangi mavzu koreys tilidagi noto'g'ri fe'llarni ko'rib chiqamiz. Koreys tilida noto'g'ri fe'llarning 7 xil ko'rinishi bor. Shulardan biri t noto'g'ri fe'li hisoblanadi. Koreys tilida bu t pul kichik tongsa deb nomlanadi. Buning qoidasi qanday? T pul kichik tongsa t noto'g'ri fe'lda asosga unli bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shilganda patchimda kelgan t harfi r ga o'zgaradi. Ya'ni bu nima degani? Misollar bilan ko'rib chiqamiz. Titta fe'li berilgan. Biz bilamizki, koreys tilida fe'llarning infinitiv shakli oxiri da bilan tugaydi. Mana shu da qismini, ya'ni moq qismini olib tashlaganimizdan keyin qo'shimchani qo'shishda biz patchimdagi t harfini r ga o'zgartirishimiz kerak. Demak, til ko'rinishga keldi. Til ko'rinishga olgandan keyin endi hozirgi zamon norasmiy qo'shimchasi oyoni qo'shamiz. Asosda unlisi bo'lgani uchun biz bunga oldingi darslarda qarab chiqqandik. Demak, oyoni qo'shamiz hamda tiroya ko'rinishga o'tadi. Qoida bo'yicha qaraydigan bo'lsak, demak, patchimda kelgan t harfi unli bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda r ga o'zgarishi kerak. Bu koreys tilida t noto'g'ri fe'liga tegishli bo'lgan asosiy qoida hisoblanadi. Keyingi fe'lga qarab o'tamiz. Mutta. Bunda ham demak da infinitiv shaklini olib tashlaymiz. Patchimda kelgan t ni r ga o'zgartiramiz. Hamda asosda u unlisi joylashgani uchun bunga biz oyoni qo'shib muroyo shaklida tuslaymiz. Keyingi fe'limiz kedatta. Tushunmoq, anglamoq ma'nosini beradi bu fe'l. Demak, da infinitiv shaklini olib tashlaymiz. Undan oldin bo'lganda, demak, patchimda t harfi joylashgan. Buni qoida bo'yicha r ga o'zgartiramiz. Hamda asosda a unlisi joylashgani uchun bunga ayo qo'shimchasini qo'shamiz. Hamda kedarayo shaklida tuslanadi. Quyidagi jadvalga diqqat qilishingizni so'raymiz. Yuqoridagi qo'shimchalar barchasi unli bilan boshlangan qo'shimchalar hamda bu qo'shimchalarga biz berilgan noto'g'ri fe'llarni tushunib o'zgartirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi fe'limiz titta fe'li. Buni o'zgartirganimizda qanday ko'rinishda tuslanadi? Quyida ko'rishingiz mumkin. Demak, tiroya hozirgi zamon shaklida tiroya ko'rinishini oldi. Buni biz oyo mavzusida ko'rib o'tgandik. Qachon ayo ishlatilishi, qachon oyo ishlatilishi. Demak, asosda u harfi borligi uchun biz oyoni qo'shdik. Tiroya. Tirisayo. Tirin. Tiril komnida. Tirir yogo. Tirimyon. E'tibor bergan bo'lsangiz, unli bilan boshlanuvchi qo'shimchalarning barchasida patchimdagi t harfini r ga o'zgartiryapmiz. Keyingi so'zimiz katta so'zi. Demak, korayo, korisayo, korin, koril komnida, korir yogo, korimyon shaklida tuslandi. Mutta fe'liga diqqat qilamiz. Demak, muroyo, murisayo, murin, muril komnida, murir yogo, murimyon. Keyingi fe'limiz kedatta. Kedarayo, kedarisayo, kedarin, kedaril komnida, kedarir yogo, kedarimyon. So'nggi fe'limiz shitta. Shiroyo, shirisayo, shirin, shiril komnida, shirir yogo, shirimyon. Koreys tilida t noto'g'ri fe'li mana shu qoidadan iborat. Koreys tilida t noto'g'ri fe'li unli bilan boshlanuvchi qo'shimchalar qo'shilganda r ga o'zgaryapti. Shu joyga e'tibor qilishingizni so'raymiz. Undosh bilan boshlanuvchi qo'shimchalar qo'shilganda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Patchimda kelgan t harfi r ga o'zgarmaydi. Faqat unli bilan kelganda o'zgarishini inobatga olishingizni so'raymiz. Demak, bugungi t noto'g'ri fe'liga oid mavzumiz shundan iborat edi. Agar qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlar qismida yozib qoldirishingizni so'raymiz. Rahmat, sog' bo'ling.